Xorazmda Xiva shahrida 3-xalqaro raqs festivalining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Hozirgi video orqali aynan mana shu ochilish marosimidan eng qiziqarli lavhalarni sizlar bilan birgalikda ko'rishga harakat qilamiz. Şu bilan bugungi 3-yillik xalqaro raqs festivalining ochilish marosimi o'z nihosini etdi. Video davomida aynan mana shu Lazgi festivalining eng qiziqarli jarayonlarini sizlarga ko'rsatishga harakat qildik deb o'ylayman. Bemalol siz ushbu Lazgi xalqaro raqs festivaliga bevosita tashrif buyurib, ushbu festivaldan bahramand bo'lishingiz mumkin.